7 opa-singil bir hayotda filmini tomosha qiling. Amerika kino ijodkorlari tomonidan suratga olingan 7 opa-singil nomli film haqida hikoya qilib beramiz. Ko'payib ketishi tufayli yuzaga kelgan ayanchli kelajakda yer resurslari tugash arafasida turibdi. 50 yil ichida aholi soni 2 baravarga oshib, olimlar genetik jihatdan o'zgartirilgan ekinlarga tayanishga majbur bo'ladi. Biroq bu o'zgarishlar egizaklar tug'ilishi va genetik anomaliyalarning keskin ko'payishiga olib keladi. Inqirozni boshqarish maqsadida doktor Nicolette Keyman bir oilaga bir farzand siyosatini joriy etadi. Barcha odamlar biometrik braslet va nazorat punktlari orqali kuzatuv ostiga olinadi. Ortiqcha bolalar kryo uyquga joylashtiriladi va dunyo ularni qayta qabul qilishga tayyor bo'lguncha saqlanadi. Bu chora insoniyatning omon qolishi uchun zarur deb hisoblanadi. Aynan mana shunday dunyoda Terence Setman fojiali voqeani boshdan kechiradi. Uning qizi 7 egizak qiz tug'ib vafot etadi. Onasi olamdan o'tgani va otasi haqida hech qanday ma'lumot yo'qligi bois Terence bolalarni tarbiyalash mas'uliyatini o'z zimmasiga olishga majbur bo'ladi. U har bir qizga haftaning kunlaridan birining nomini qo'yib, ularni yashirish uchun puxta reja tuzadi. Ularning omon qolishining yagona yo'li jamiyat oldida yagona shaxs Karen Setman bo'lib yashashdan iborat edi. 30 yil o'tib, bu yashirin hayot kundalik turmushga aylanadi. Har bir opa-singil faqat o'z ismiga mos kelgan kunda tashqariga chiqadi. Bugun yakshanbaning navbati. U shaharga chiqishdan oldin Karen qiyofasiga kirish uchun puxta tayyorgarlik ko'radi. Shahar ko'chalari bir farzand siyosatining targ'ib qiluvchi plakatlar bilan to'ldirilgan. Tabiiy oziq-ovqat kamyob bo'lgani uchun u bozordan Norvegiya kalamushini sotib oladi. Uning shaxsi bir nechta nazorat punktlarida, shu jumladan uydagi biometrik ko'z qorachig'i skaneri orqali muammosiz tekshiriladi. Ichkariga kirgach, u pardoz andozini artadi va kechki ovqatga 6 ta opa-singillariga qo'shiladi. Kechki ovqat faqat tanovul uchun emas, balki ma'lumot almashish uchun ham xizmat qiladi. Yakshanba kuni davomida sodir bo'lgan barcha voqealarni so'zlab beradi. Har bir opa-singil bu ikki tomonlama hayotda o'z rolini o'ynaydi. Misol uchun aqlli va zehnli bo'lgan Juma Karenga ishda martabasi ko'tarilishi uchun yordam beradi. Suhbat davomida Dushanba o'zini g'alati tutadi va nimanidir opalaridan yashirayotganga o'xshaydi. Yillar avval Terence qizlarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida kvartirasidan yashirin xona quradi. U qizlarni har kuni mashq qildiradi. Eshik oldiga birov kelganda 1 daqiqa ichida qanday yashirinish va o'zlarining mavjudligidan qolgan har qanday izni qanday yo'qotish bo'yicha Terence qayta takrorlaydi. Ular birgalikda kuchliroq, ammo tashqi dunyoda faqat bitta shaxs sifatida mavjud bo'lishlari mumkin. Ertaga muhim kun. Qizlar maktabga borish yoshiga yetishdi. Terence payshanbani birinchi marta ommaga olib chiqadi. U ko'chalardagi odamlar to'dasidan hayratga tushsa-da, o'zgartirilgan ID bilaguzigi yordamida o'zini Karen deb tanishtiradi. Terence unga hech qanday holatda opa-singillari haqida gapirmaslikni eslatadi. Kechqurun u batafsil hisobot berib, kunning voqealarini boshqalar bilan bo'lishadi. Bu yillar davom etadigan marosimga aylanadi. Kundalik ma'ruzalar va muntazam mashqlar. Vaqt o'tadi, ammo ularning ikki tomonlama hayotning og'irligi sezila boshlaydi. Har bir opa-singilda o'z orzulari, istaklari va ko'ngilsizliklari bor. Eng so'nggi kinolar haqida bizning kanalda bilib oling. Like va kommentni unutmang. Payshanba bolaligida bir kun yashirincha tashqariga chiqib ketganini eslaydi va bu fojia bilan tugagan. U barmog'ining bir qismini yo'qotgan. Terence ularning tashqi ko'rinishlarini bir xil saqlash uchun barcha opa-singillarning barmoqlarini kesishga majbur bo'lgan. Payshanba hamon bu voqea uchun o'zini aybdor his qiladi. Bir kun ertalab Dushanba o'zini yomon his qilsa-da, ishga borishga qaror qiladi. Liftda u hamkasbi Jerry bilan uchrashib qoladi. Jerry nimanidir biladigandek, unga shubhali ishora qiladi. Dushanba larzaga tushadi. Jerry ularning sirini fosh qilgan bo'lishi mumkinligini anglaydi. O'sha oqshom u uyga qaytmaydi. Opa-singillar tashvishga tushadi. Uning kuzatuv qurilmasi ishlamay qolgan. Seshanba vaziyatni o'rganish uchun tashqariga chiqishga qaror qiladi. Karenning qiyofasiga kirib, nazorat punktlaridan o'tadi va boshqalar eshitishi uchun mikrofonni yoqadi. U Karenning kecha lavozimi ko'tarilganligini bilib oladi. Barmenning aytishicha, Karen Jerry bilan tortishgandan so'ng erta ketib qolgan. Opa-singillar Jerry uni shantaj qilayotgan bo'lishi mumkin degan xulosaga kelishadi. To'satdan ikki agent seshanbani ushlab, uni majburan olib ketishadi. Uning bilaguzigi o'chiriladi. Opa-singillar endi uni eshita olmaydi. Uni bolalarni boshqarish byurosiga olib kelishadi va u yerda seshanba doktor Keyman bilan yuzma-yuz uchrashadi. Keyman ularning sirini bilishini ma'lum qiladi. U Teresni xudbinligi uchun qattiq qoralaydi va qolgan opa-singillarni yo'q qilishni buyuradi. Agentlar kvartirani ochish uchun seshanbaning ko'zidan foydalanishadi. Qizlar yashirin xonaga chekinishadi, ammo u endi xavfsiz emas. Agentlar ularni topishadi va shafqatsiz jang boshlanadi. Qizlar yaxshi tayyorgarlikdan o'tgan bo'lsa-da, yakshanba og'ir yaralanib vafot etadi. So'ngra ular ko'zni topishadi va bu seshanbaning ko'zi ekanligini aniqlashadi. Keyman kryo uyquga tayyorlanayotgan bolalarni kuzatib turibdi. U insoniyat uchun eng to'g'ri ishni qilayotganiga ishonadi. Uning yordamchisi Joy esa aybni qonunbuzar ota-onalarga yuklashni maslahat beradi va Keyman Jerryni yo'q qilishni buyuradi.
Opa-singillar birlashib ishga kirishadi. Ularning eng kuchlisi bo'lgan chorshanba Jerri bilan yuzma-yuz gaplashishga qaror qiladi. U Karin obrazida Jerrining uyiga boradi. Qo'shni binodan esa snayper uni nishonga olmoqda. Jerri uning opa-singillari haqida hech narsa bilmasligini, ammo Keymenning saylov kampaniyasi hisobiga katta miqdordagi noqonuniy pul o'tkazganligini bilishini ma'lum qiladi. U dalillarni ko'rsatmoqchi bo'ladi, biroq snayper uni otib o'ldiradi. Chorshanba qochishga ulguradi, lekin qurshovga tushadi. U bir nechta askarni o'ldiradi, shartnomani qo'lga kiritadi va binodan sakraydi va jarohat oladi. Juma unga yo'l ko'rsatib turadi. Ko'chadagi uysiz odamlar esa agentlarga to'sqinlik qilishadi va chorshanba tashlandiq binolarda yashirinib oladi. Shu orada xavfsizlik agenti Adrian Knowles kvartiraga keladi. Shanba uni kutib oladi va ular ishqiy munosabatda ekanligi ma'lum bo'ladi. Yashirinib kuzatayotgan opa-singillar u bilan kimning aloqasi borligini aniqlashga urinishadi. Shanba uni chalg'itadi. Chorshanba esa qochishda davom etadi. U tom ustida qochishga yo'l topa olmay, qo'shni binoga sakrab o'tmoqchi bo'ladi, ammo Jo uni tutib qatl etadi. 3 ta opa-singil qoldi. Shanba Adrianning uyida uning Karin bilan tushgan suratini topib oladi. Bu ularning yashirin munosabatlarini tasdiqlaydi. Juma Karin Keymenning siyosiy kampaniyasiga katta miqdordagi mablag' o'tkazilgani haqida hujjatni ochadi. Ular dushanbadan shubhalana boshlaydilar. Juma Adrianning bilaguzugi yordamida byuroning kuzatuv videolariga ulanadi. Ular haqiqatni aniqlashadi. Kryo uyqudagi bolalar aslida uxlashmayapti. Ularni yoqib yuborishmoqda. Bu paytda esa dushanba tirik va Keymen bilan hamkorlik qilmoqda. U yagona Karin Setman bo'lishni xohlaydi. Shanba pistirmaga tushib halok bo'ladi. Kvartiraga bostirib kelishadi. Juma oxir yaqinlashganini tushunib, chalg'itish uchun harakat qiladi. U gaz ballonlarini pechga joylaydi va barcha ma'lumotlarni payshanbaning bilaguzugiga yuboradi. Agentlar ichkariga kirayotganda kvartira portlab ketadi va Juma ular bilan birga halok bo'ladi. Payshanba umidsizlikka berilib, o'zini yolg'iz his qiladi. U Adrianni xoinlikda ayblab, unga tashlanadi. Biroq Adrian haqiqatni eshitgach, chinakam hayratga tushadi. Payshanba unga dushanba tirik ekanligini aytganda, u yordam berishga rozi bo'ladi. Ular jasadni tashiyotgan agent qiyofasida byuroga yashirincha kirib borishadi. Ichkarida seshanbani tirik holatda topib, uni qutqarishadi va dushanbaning xiyonati haqida to'liq bilib olishadi. Uni to'xtatish uchun payshanba Karin qiyofasiga kirib, Keymenning saylov kampaniyasi ziyofatiga yashirincha kiradi. Bu vaqtda esa Adrian va seshanba qo'riqchilarni chalg'itish maqsadida garovga olish ssenariysini sahnalashtiradi. Keymen dasturning muvaffaqiyati haqida maqtanayotgan bir paytda seshanba byuroning ma'lumotlar bazasiga ulanib, jonli efirni boshlaydi va dunyoga bolalarni yoqib yuborilayotgani haqida dahshatli haqiqatni. Film sizga yoqqan bo'lsa, kommentda o'z fikringizni bildiring. Like ni ham unutmang. Ko'rsatadi. Dushanba payshanba bilan sahna ortida to'qnashadi. U barchasini tan oladi. Adrian bilan aloqasi, yagona qolish istagi, qolganlarni yo'q qilish rejasi. Opa-singillar o'rtasida mushtlashuv boshlanadi. Nihoyat jonli efir boshlanadi. Odamlar dahshatga tushgan. Haqiqat oshkor bo'lishi bilan Keyman hushidan ketadi. Dushanba qonga belanib, qo'lida to'pponcha bilan zalga kiradi. Lekin Jo uni to'xtatadi. Adrian esa Joni. Dushanba so'nggi nafasda bobosi ularning barmoqlarini kesishga majbur qilgan kunni eslaydi va tushunadiki, bobosi ularni himoya qilmoqchi bo'lgan. O'layotgan dushanba payshanbaning qo'lidan ushlab, hali dunyoga kelmagan bolalarni himoya qilishni yalinib so'raydi. Efirdan keyin norozilik namoyishlari boshlanadi. Bir farzandlik siyosati bekor qilinadi va Nicolette Keymen qamoqqa olinadi. Dushanbaning tug'ilmagan chaqaloqlari qutqariladi. Shifokorlar seshanbaning jarohatlangan ko'zlarini davolaydi va u endi Terry ismi bilan yashaydi. Payshanba esa Karin Setman nomi ostida yashashda davom etadi.